Vitamin B kompleksi nima uchun beriladi? Vitamin B kompleksi umumiy nerv tolalarida impuls o'tilishini yaxshilash uchun, uni tarkibida 8 ta B guruhi vitaminlari bo'lganligi uchun, umumiy tinchlantirish uchun hamda ozuqa moddalarining tezroq so'rilishi uchun, qon hosil bo'lishi uchun yordam beradi. B guruhi vitaminlari asosan aptekada agar B kompleks deb so'raydigan bo'lsangiz, ya'ni uni sotuv nomi emas, tarkib qismi shu ko'zda, boshda, umumiy asab tizimlarida moddalanishini yaxshilaganligi uchun uyquni, qon hosil bo'lishini yaxshilaydi va ko'zingizdagi minusni ketkazmasa ham umumiy holat yaxshi bo'lganligi uchun odam tiniqroq ko'radi. Kichkina bolalarda vitaminlar yetishmasligining o'rnini to'ldirish uchun beriladi. Agarda bu borada qanaqadir savollaringiz bo'lsa, yozib qoldirsangiz bo'ladi. Asosan B guruhi vitaminlari kunning birinchi yarmida beriladi va shifokor tavsiyasisiz ichish taqiqlanadi. Obuna bo'lish yoki kimgadir yuborishni esdan chiqarmang. O'zidan o'zi dori ichadiganlar sog'lig'iga zarar keltirishi mumkin.